شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala bugünkü dersimiz yeni Sure Bakara'daki 159. ayetide bir meseleni oturup koyuyordu. Allah subhanahu wa ta'ala düşürgen bu yol ne yuşağan. Allah subhanahu wa ta'ala düşürgen hakikatini yuşağan kişilerinin kirdiğan ornunu yoki ular uçuraydigan jaza mukofotlarni bizga bayon qilib berdi. Bizning dersimiz başdan ta hazırga kadar ahli kitobninki bir qismlariniki Allah ularning kitoblarida, Tavrat, Injillarda tushirgan Muhammad alayhissalomning payg'ambarligining haqiqatligi, bu dinning haqiqatligidan iborat mazmunlarni yuşağanligini başdan oxiri so'zlab kelyapmiz. Bu ahvolni biz tushunib kelayotgan ahvol. Allah dal bugungi oyatda shu xildagi kishilarning, mayli u ahli kitob bo'lsin yoki bugun kunimizdagi kishilar bo'lsin, shu xildagi kishilarning ahvolini bayon qilib, davatudu innallazina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah ve yal'anuhumul la'inun. Yani biz tushirgan paket to'g'ri yo'llarni biz kitobda kishilarga bayon qilib bo'lgandan keyin yushiradigan kishilar bo'lib, buning jazosiga diqqat qilaylik. Jazo intayin og'ir. Ulaika yal'anuhumullohu ve yal'anuhumul la'inun. Bunday kishilarga Alloh subhanahu va taolo la'nat qiladi ve lanet qiladigan barcha lanet qiluvchilarning hammasi kim bo'lsin lanet qiladi. Yani bular bütün hamma tarafdan la'natlanadi. Endi la'nat degan nima? La'nat kuchurgan odam qanday bo'ladi? Bu haqda sal turib so'zlaymiz. Yani bu oyat orqali Alloh subhanahu va taolo ahli kitobning gapini qilyapti. Ahli kitobning gapini qilish orqali Seyyidimiz Muhammed aleyhisselam'a iman etkan biz gibi Müslümanlarını bu xil ahvaldan eskertiyordu. Qanaq turib yerdeki lanet qılınış, Allah'ın rahmetinden qoğlunuş ahli kitoblarga xas emas. Muşulda tepilgan, ahli kitobda tepilgan haqiqatni yushurish, kitobni yushurish kimde tepilsa hammani o'z ichiga oladi. Yani eğer bizde ehli kitapta yüz bergen, ehli kitapta boğan muşu iş yüz berse, biz ehli kitap uçurgan jazaga o'xshash aynı şekilde uçurayımız. O olsun mu? Bugünkü dersimizden asas ettiğimizi, bugünkü ayetimizden asas ettiğimizi lanet. Allah subhanahu wa ta'ala'nın laneti. Endi bu lanet degan söz bizden Uyghur tilida lanet ibaresi bilen qo'llanib kelganlik biz. Qur'oni Karimda 41 o'rinda lanet so'zi var. Lanet so'zi ikki xil bo'ladi. Ikki xil ma'noda keladi. Azap uchun kelib qolsa, ya'ni azap hukmini, azap masalalari tilg'anilgan temalarda kelib qolsa bu lanet g'azab bilan Allah o'zining rahmatidan qo'g'lash degan ma'noni o'z ichiga oladi. Bu demak, nim demek endi bu desa, do'zaxda mangu qilish degan bo'ladi. Bu bir ma'nosi. Yana bir ma'nosi adaplash yuzidan bir mahal onu o'zidan yiroqlashtirish. Bu ikkinchi ma'nosi. Bu vaqtida g'azab qilmaydi Alloh subhanahu va taolo.
yoki boshqalar birovga la'nat qilsa, mana ikkinchi xil shaklda g'azab yo'q. Faqat adabligüchi ma'lum vaqt uning xatoligini tuntish uchun uni bir mahal o'zidan yiroqlash bu xil shaklda. Endi g'azab bilan rahmatning qo'g'ilgan vaqtida, ya'ni la'natning birinchi ma'nosini olgan vaqtimizda bu odam bu xil shaklga uchrab bo'lgandan keyin keyiniga qaytish yo'q degan gap. Ya'ni bu odamning ishi tugidi. Bu odam bayatni to'qqu g'azab bilan la'natlanish deganlik do'zaxda mangu qilish deganlik bo'ladi bu. Yani bu odamni Alloh subhanahu va taolo o'tdan iborat jonsiz bir narsaga tashlab qo'ydi, azoblar deb. O't unga nisbatan hech qanday bir tuyg'u yo'q. Uning noli faryodini qanday qilmaydi, tuymaydi. Uning ishi shuning bilan oxirlashdi demak. Uning hech qanday bu do'zaxdan chiqishi yo'q. Bugungi oyatda shu ulayka yal'anuhumulloh va yal'anuhumul la'inun degan shaklda keldi. Boshqa oyatlarda bu bu xil shakl Sura Al-Imronda 87-oyatida ulayka jazaohum anna alayhim la'natullohi val malaikati wan nas ajma'in da bir kishilarni tilg'ilib turib, bularga Allohning la'nati va malaikalarning la'nati, butun kishilarning la'nati bularga bo'lsin degan shaklda bir oyat kelganlik. Endi biz hozir o'qiyotgan oyat, Masur Baqardagi oyat, Al-Imrondagi oyatmi ma'no jihatda kengroq. Nimishqa Al-Imrondagi oyatda Allohning la'nati, malaikalarning la'nati, kishilarning la'nati dedi. Ammo hozirgi oyatda va yal'anuhumul la'inun. La'nat qildiganligi har qanday la'nat qiluvchining la'nati dedi. Mao sal la'natning doirasi kengaydi mao oyatda hozir. Bu yerdagi la'nat qiluvchi degani inson bulamdı, jin ulamdı, jonliq ulamdı, jonsiz ulamdı. Hammani o'z ichiga oladi. Ya'ni shu odamga la'nat qiladiganligi narsa bo'lsa, hammasi qanday qiladi? La'nat qiladi. Masalan deylik, birsi bir qavm, bir millat jinoyat o'tkazganligi tufaylidan, osiylik tufaylidan Alloh subhanahu va taolo bulardan suni to'xtatdi. Qurg'oqchilik yuz berdi. Bularning ziminida yashagan o'simliklar bularga la'nat qiladi. Chunki o'simliklar sud mahrum qoldi mushlar tufaylidan. Hayvonotlar bularga la'nat qiladi. Chunki hayvonotlar mushining jinoyati tufaylidan, mushu millatning jinoyati tufaylidan sud mahrum qoldi. O'rinlar yashagan ziminlar la'nat qiladi. Chunki qurib Allohga tasbih aytolmaydi masalan. Bu dunyoning ahvoli. Endi oxiratga bo'lsak, mayda la'nat qiluvchilar bo'lgandan dunyo oxiratga butun la'nat qiluvchilarni o'z ichiga oladi oyat. U yerda na o'simlik, na hayvonot degan narsa bo'lmagandan keyin la'nat kimdan bo'ladi desa, Alloh subhanahu va taolodan bo'ladi, malaikalardan bo'ladi, hammasidan bo'ladi. Demak, la'nat qiluvchi dunyo oxiratdagi butun la'nat qiluvchilarning hammani o'z ichiga oladi. Butun kishilar degan ibora Sura Al-Imrondagi ta Adam alayhissalomdan tortib qiyomat tug'onga qadar mu'min bo'lsin, kofir bo'lsin, ish qilib la'nat qiladiganligi hammasini o'z ichiga oladi. Endi bizga bir savol kelishi mumkin. Tamam, mu'min u odamga la'nat qiladi. Chunki u jinoyat qildi, Allohga osi bo'ldi. Kofir qanday la'nat qilsin unga? Kofir o'zi mal'un. O'zi la'nat qilinadi. Masalan, musulmon bo'lmagan odam umuqana la'nat qiladi desa biz deymiz endi. Dunyoda Allohning yo'lidan adashganlar ikki xil holning g'ayri emas. Birisi aldovchilar, boshqalarni aldab bu yo'ldan chiqaruvchilar. Yana birisi aldang'uvchilar, ya'ni agashkuchilar yani. Endi qiyomat bo'lib, masala oydinlashadi. Aldovchilar rasvo bo'ladi. Shuning bilan bular aldanganlarning quliga tushadi. Dal mushu vaqtida Qur'onning iborasi bo'yicha yo'l boshlab manganlar, ya'ni kufrning kattalari o'ziga ergashganlarning munosabatini o'zib ishona qildi. Aldang'uchidan nima ko'rim sana deydi. Sen bilan nima ishim deydi. Munosabatni o'zidi. Aldang'uchi
sen guyulunun keyniga aytibkanmiz, qo'ya senda guyulni deb uldun munosabatni o'zidi. Ya'ni do'zaxga aldang'uchi kirdi. Bu vaqtida o kimga la'nat qiladi? O'zini oldig'anlarga la'nat qiladi. Aldığıcılar kirgan vaqtida o'zining oldig'iga agishib, o'zining gunohini orttirgan, o'zining gunohining ko'payishiga sabab bo'lgan aldang'uchilarga la'nat qiladi. Unda o'ganda aldığıcılarmi qarshi tarafga la'nat qiladi, aldang'uchilarmi aldığuchilarga la'nat qiladi. Demak, kufrmi hatto o'zaro birisi-birisiga la'nat qiladi. Sura Baqaraninki 166-oyatida, oldimizdagi inshaalloh fursat bo'lib qolsa, darslarda keladi. Bir oyatda iz tabarra'allazina tubi'u minallazina taba'u degan iborasi bilan dunyoda mush kufrning beshi bo'lib, jinoyat yo'llarining beshi bo'lib, boshlab manganlar o'zining keniga agashganlardan atojuda bo'ladi. Munosabatni o'zi qochdi bo'ladi yana. U igonmaydi ularga. Bular mushi shaklda qiyomat kunisi o'zaro birisi-birisiga la'nat qiladi. Sura Arabninki 38-oyatida mushi xil ahvolni tasvirlab Alloh subhanahu va taolo kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Do'zaxga bir guruh kishilar, bir to'p kishilar kirganda yana bir bulik kishilarga, masalan dunyoda birga yashagan, o'zini ozdag'an, o'ziga agashgan, yoki agashtirgan yana bir bulik kishilarga la'nat qiladi. Demak, do'zaxga kirganlarmi o'zaro birisi-birisiga la'nat qiladi. Demak, yuqorqi oyatning mazmuni bo'yicha la'nat har kishidan, har tarafdan la'nat kelaveradi. Alloh la'nat qiladi. Yuqortilgan olgan haqiqatni yushaganlarga, masalan, malaikalar la'nat qiladi, mu'minlar la'nat qiladi. Ularning o'tkazgan jinoyat tufaylidan shularning vaboliga ketgan har shay, har mavjudot la'nat qiladi, hatto kofirlarmi la'nat qiladi. Am bu la'nat hatto oxiratda mavjud bo'lgandek, dunyoda mavjud. Dunyoda mavjud bo'lgandek, oxiratda mavjud. Mu'min bilan kofir orasida, kofir bilan kofir orasida hammasida bor. Ya'ni birisi-birisiga qanday qiladi? La'nat qiladi bular. Masalan, dunyoda yo'ldan adashganlar, bu yo'ldan adashganlar, kufr safida qatlib, kufr yo'lda manganlar, nifoq yo'lda manganlar, ma'siyat yo'lda manganlar, bu yo'ldagi ahli taqvo, ahli din tarafidan la'natlanadi. Masalan, ularning la'natiga uchraydi. Bular tarafidan zulm qilingan, ya'ni zulm qilingan kishilar tarafidan la'natlanadi. Masalan, dunyoda zulm qilyapti, masalan, taraf-tarafdan bizlarga zulm qilyapti. Mazlumlarning la'natiga uchraydi. Am bu zolimlar boshqalarga zulm qilib birga ketgan vaqtda bularga zulm qiladigan yana bir bo'lak kishilar paydo bo'ladi. Ko'ryapmiz hozir. Bular boshqalarga zulm qilib birga bo'lganda bularga zulm qiladigan yana bir undan yuqorroq, obdarroq zulm qiladigan kishilar maydonga chiqadi. Bular ularga la'nat qiladi. Ahvol mush shaklda hamma odam birisi-birisiga, ya'ni la'nat uchraydiganlar har tarafdan la'nat, hatto o'zi bilan bir yo'lda mangan kuffarlar tarafidanmi ham nimaga uchraydi? La'nat uchraydi. Ham biz bayat mush la'nat haqida to'xtalayotgan qarindoshlar. La'natni ikkiga bo'lgan to'qrisi g'azab qilib turib Alloh o'zining rahmatidan qo'g'lash degan to'q. Buning oqibati do'zax, ya'ni do'zaxdan mangu qilish deb izohladik buni yuqorida. Yana bir xil la'nat adaplash la'nati. Yani adaplash yuzidan birovlarni yiroqlashtirish. Masalan, payg'ambar alayhisolatu vasallam Tabuk jangida sababsiz qilib qolganlarni ash shaklda qana qilgan, jazolagan. Masalan, ularni ma'lum mazgil musulmonlar jamiyatidan ayirgan. Tabuk g'azotini ham o'ylan bilamiz. G'azvatul Usra, ya'ni qiyinchilik bir jang deb atalgan. Chunki bu jang har tarafda qiyinchilikqa to'lgan bir mazgilda. Masalan, Tabuk bilan Madinaning o'rtasidagi musofining yiroqligi bir masala. Yana bir tarafdan askarlar shu yerga boradigan uloq, kamchilikda 10 askar birdan uloqqa navbatlashib mingan ahvollar bor. Uzuqtulikdagi qiyinchilik, hatto xormalarning qurtlab ketgan xormalarni yegan ahvollar bor. Mallarninki masalan o'tagan qo'y, kala, tugularning maylaridan tatib yegan ahvollar bor. Ussuzlikdimi, sudimi ig'ir qiyinchilik va hatto shu darajaga yetganki,
tügünü öldürgen vaqtida tügününki 3 yildan chiqqan suva zapas saqlanadigan su. Şu suni içken ahvollar va ussuzluq bek eşip ketgan su yo'q. Qattiq issiq masalan. Sharoit intayin qattiq. Bu holatda zodi qalbida haqiqiy sop, rostchil iymoni oldi boshqa chiqmagan bu jangga. Endi shu jang kishilarning qalbidagi iymonni bir imtihon qiladigan sinov qo'yib qolgan shu vaqtida. Shunga ba'zi kishilar vasvasalarga bo'ysunib Madinaga qolib qolgan. Madina qap bo'lib oralaridan Rasululloh qattiq qiziqda ketib olsa, men saydab o'tiramdim. Ya bunda bo'g'is bo'lmaydi deb keynidan agishib ulashqanlarmi bu? Beg'ida o'tirib meva-chevalarining orasida Beqqa qarab, shu beg'im meni urushga chiqishdan to'xtab qoldi. Yo'q. Bunda o'z bo'lmaydi. Beg'im mening emas, Alloh yo'lida otidim degan ifodani bildirganlar va uyda issiq uyda masalan, salqin uyda masalan, ayollari huzur ichida o'tirib keyincha o'zining bu xil ahvolidan, ya'ni vijdoni ko'tarmay, musulmonlarning hammasi ig'ir qiyinchilikda jangga ketib olsa, o'zining bu xil huzur holati qolib qolganligi vijdoni chidamay, darhol keynidan askarlarning keynidan qo'shilib yetishganlarmi bor. Mana bir bo'lgan jang bu, bu g'azotda. Endi Rasululloh jangdan g'alaba qilib qaytdi. Jangga qatnashmaganlar Rasulullohga o'zra aytdi. Voy bizning uloq yo'qdi, birisi bizning uzoqchilik yo'qdi, yana birisi qilich, qurol yo'qdi, undaq har xil bu bahona sabablar bilan Rasulullohga o'zra aytgan bo'ldi. Rasululloh bularning aytgan gaplariga asosan bularni kechirim qildi, o'zrisini qabul qildi, ishki ahvollarini Allohga qo'ydi. Illaki 3 odam rastgah qildi. Dediki, ya Rasululloh, bizning bağmaslıqqa hech bağına sebebimiz yo'q. Bizda hammasi bor. Ulog'i va, jang qurollari va, hammasi bordi. Shu bağmuduq. Yana bu yerda demakchiki bular, endi sizlar qanday buyursizlar, biz shuningga taslim. Biz yolg'onga qilolmaymiz. Yolg'ondan o'zra aytolmaymiz. Rastgah qildi. Rasululloh mush 3 odamni ibrat qilish uchun boshqalarga İslam cemiyetinden, Müslümanlar cemiyetinden ayrış arkalık edeplidi. Yani kişilerini bular bilan paran qilmaslikqa, muomala qilmaslikqa buyurdi. Bular cemiyetten ayrıldı. İkkilen bularning ichidan Hilal ibn Umayya, Murara ibn Rabi' bular uyda jimlam o'ltirdi. Hamma adam haqildan ayrılıp, kishilardan ayrılıp uydan chiqmay o'tdi. Ama Ka'b ibn Malik sirtqa chiqib kishilar bilan ko'rishib, xalqlarga salom qildi, hech kim gap qilmaydi. Namoz o'qilib masjidga bordi, o'g'irliqchi Rasulullohga qaytib salom qildi, lekin Rasululloh salomni qaytarmaydi. Ko'zini yumib boshqa tarafga qarab oladi. Hatto Ka'b deydi, men Rasululloh menga salom qaytarmoqmi, qaytarmasmi degan umidda Rasulullohningki qalbiga qaraydim deydi. Bu darajada. Demak, nima uchun bu rasgap qilgan bu odamlarga bu qadar Rasululloh jazo yurgizdi? Payg'ambar alayhisolamning maqsadi adablash yuzidan jamiyatdan ayrishdan qanday bo'ladiganligini bizga izohlamoqchi. Bu o'shalarga dunyo ta keldi. Ka'ba o'zining tuqqunining, ya'ni tog'asining o'g'lining qishig'a berib beg'ining temidan otlab kirdi. Chunki eshikni qaqsa eshik ochilmaydiganligi aniq buningga. Tamdan atlab kirgan taqdirda buningga qayrilgan salom qilmadi. Bu yalvurib turib Allohning nomi bilan sendan so'rayman, 3 chiqib ketdim deb yana javob qaytarmadi. Bu oxirida men Allohni yaxshi ko'r, Allohning rasulini yaxshi ko'rman. Sen buni bilsa, yana javob qaytarmadi. Yalvurib bizni qachon afu qiladi ekan deb afu vaqtini so'rsa, Allohning rasuli biladi degan javobdan boshqa javobga erishamadi. 40 kun davomlashdi bu ahvol. Bütün bir jamiyatdan ayrılıp qoldi bular hisobda. Rasululloh bu adabni, bu xil tarbiyani texmi cho'ngaytib, texmi yuqori bir pallaga ko'tarib, elchi orqali bu ishlarni oilasidan, ya'ni ayollarga yaqinlashmaslikka buyurdi. Ya'ni bu yerdagi yolg'izlik, ya'ni bir yangi bir
bosqichga kirdi. Burun jamiyatdan ayrilgan bo'lsa, oiladagi ayollig'im yiqinlashmadi dedi. Kabe Rasulullah'a ayolimni taloq qilamdim dedi. Yo'q, yiqinlashmasang bo'ladi dedi-da. Boshqalar Kabe'ga dedi. Rasulullah'a qo'yib so'g'in yoki ayoling berib so'sin. Ayoling yiqinlashmasangmi, sening xizmatingni qilib bir uyda tursin. Hilal ibn Umayyaning ayoli berib Rasulullahdan Hilal ibn Umayya yashinib qolgan odam men uni bilan turib yashinib qolgan bo'lg'achqa boshqa Rasululloh chekilgan ishlar yuz bermaydi. Xizmatni qilsam bo'lam degan vaqtda izni bergan. Boshqalar shu yo'lni ko'rsatgan Kabe'ga sen shunda izn so'g'in yoki ayolning berib so'sin. Beni bir oyda yaşanlar hesapta Resulullah yaqinlashmang degan yaqinlashmagan asos bir yaşan bo'ldi degan vaqtda Kabe Alloh bilan qasam bunda qilmaydi. Chunki Hilalning ayoli Resulullah u yerga berib Resulullohning so'z berishda Resulullah Hilal yashinib qolgan. Ammo men Resulullah chekilgan ishlarni qilib qilishni ansirayman deb uni bo'lganda yana bir hisobda buyruqni shu qadar darajada qimmatli bilgan yana Kabe. Demek ki Resulullah'ın bu üç adamni bu xil şekildeki edepleşi bu iman dairesinden çıkarıp etiş emas ma'u. Çıkarıp etiş emas. İman dairesini çıkarıp atkan bolsa, ulağa nispeten her xil buyruqlar düşüp durmaydı. Mesela bir neçe günden keyin ayağın aldı yaklaşmağın dedi. İman dairesini çıkartken degenge buyruq vazife kelmeydi. Bular müminler cemiyetine teve ama ayrış arkalı bularını cezaladı. Ahırda bularning sap niyeti, sadaqati bularning tövbesini qabul qildirdi. Ya'ni 10 necha kunlardan keyin xo'sh bishorat keldi. Alloh subhanahu va taolo sura Tavbada 118-oyatda bularga xo'sh bishorat shaklida nima tushadi? Oyat tushadiki: "Va alas salasatillazina khulifu hatta idza daqat alayhimul ard bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum wa zannu an la malja'a min Allah illa ilayh thumma taba alayhim liyatubu innallaha huvat tawwabur rahim." degan oyatni tushirish orqali bularga nima dedi? Tavba. Ya'ni bu 3 odam jangdan qolib qolgan 3 odam zimin bularga to keldi deydi. Hatta üzümü jeni siqilib ketdi bularning. Amaliyat haqiqatan samimiy iymon olmasaydi jeni siqilmaydi. Qanday qilsa qilmamdi deb yashaverdi masalan. Allohdan boshqa o'zining nimasi yo'qligi, qaytadigan, panoh qiladigan panohgohining yo'qligini bildi bular. Allah subhanahu va taolo bularga tavba berdi. Tavba qilishni Alloh tavba berguchi, mehribondir degan mazmundagi oyat orqali bularga tavba berildi. Demak, yuqoridagi mazmunni xulosalasak, haqiqatni yushirishning jazosi la'nat uludu. Ammo bu la'nat azob bilan, g'azab bilan kelgan vaqtida do'zaxda mangu qilib qilish ma'nosida kelsa, anda olmay adablashish uchun bo'lgan vaqtda bayatni biz degan qissalarga asosan bu adaplash yiroqlashtirishuludu. Oyatdagi emas. Oyatdagisi do'zaxda mangu qilish shakldagi la'nat. Endi meyli ahil şekildeki lanet olsun, yoki mahil şekildeki lanet olsun, qanday olsun, Allah subhanahu va taolo hech qachon insonning oldida eshikni taqab qo'ygan emas. Sen qanchalik jinoyat o'tkaz, hatto kofir bo'lgan odam, hatto yuqoridagi oyatda tilg'anilgan haqiqatni yushagan odam o'zining ilgari kofir bo'lganligi yoki o'zining haqiqatni yushaganligi yoki haqqi yordam berishdan o'ziningki sal qarg'anligi özünün aldığındaki işini taqib o'tdi. Robbi bilan buning o'tirisi o'zildi deb o'ylamaslik kerak. Xuddi Alloh ma 3 odamga oxir tavba bergandek, bizning oldimizda tavba eshiklarini kengaytirib echig'liq. Shuningcha bizning bugungi darsimiz 159-oyat, 160-oyatda Alloh subhanahu va taolo bu ishning tavba yo'lining bizga dag'dan ekanligini ifodalab, illallazina tabu va aslahu وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم deb tavba ishkimizga kengaytirib aytib berdi. Ya'ni tavba qilganlar. Biz tavba to'g'riliq to'xtalamiz. Tavbaning nima ekanligi, tavba qilgan odamda qanday ifodalarni ko'rlik. Va aslahu o'zining burun buzgan yerlarini tuzganlar, o'tkazgan xatoliqiningki o'rnini to'ldirganlar va bayyanu o'zining tavbasini oshkorlaganlar. Ya'ni bir adam o'tkazgan xatoliqining xatolik ekanligini boshqalarga o'tirda e'lon qilish kerak.
e'lon qilish kerak. Bu xil shakldagi qilganlar fa ulaika atubu alayhim. Alloh oldi bilan ifoda bildiryapti. Bularga men tavba berman deyapti Alloh subhanahu va taolo. Va ana tawwabur rahim. Men bo'lsam shafqat qilg'uchi, tavba berguchi zotturman deb ma oyatda bizning oldimizga eshikni kang ochdi. Bu biz intayin suyunishga tegishli bir oyat. Dunyoda mu'min o'tkazgan jinoyatning ichida mag'firat bo'lmaydigan tavba qilish jinoyat yo'q. Hattoki shirkdan tortib hammasi madam tavba qilsa mag'firat bo'ladi. Bu aniq masala. Yani oyatda Alloh subhanahu va taolo tavba qilishning jarayonini, tavbani e'lon qilsa degan shaklda da'vat etdi bizga. Bu bir taraf. İkincisi, o'zi burun qilgan xatoliklarning o'rinlarini to'ldirsa. Masalan, burun kishilarning haqiqatni yumshadi, cho'qim bayon qilish kerak. Chunki tavbaning sharti har haqni haq sohibiga, haq egasiga qaytarish. Tabiiyki, haqiqatni yumshagan odam tavba qildim deydi ekan, haqiqatni o'tirg'i tushunish kerak. Bu yerdagi bu odamning o'tkazib qo'ygan jinoyati, haqiqatni yumshag'ini bende bilan bendining o'ttiridagi ish, bendilarga zarar soladigan ish, Alloh bilan bo'lgan aloqasiga hech ta'sir yetkazmaydi. Shunga sura Tavbaninki 118-oyatda taba alayhim liyatubu iboyatdan qiyliq 3 odamning voqealigida taba alayhim Alloh oldi bilan bu ishda aktiv, ya'ni tavba badi, tavba qilish uchun Allah tövbe badi degan so'zni oldi bilan da'vat etdi. Undan keyin ular tövbe qiladi. Demak, Allohning bizga tövbe berishga shunchalik yerismay ekanligi, haliqi bir odamning voqealigi qog'oz cho'llikda tugusi yo'qolib ketib, jenidan umid uzgan vaqtida, ya'ni o'zining o'limi ko'ziga ko'rinib qolgan vaqtida tugus uchirgan odamning xushalligidan bak Alloh o'zining bandasining tavbasidan xushal bo'ladi deb tasvirlangan hadis degandek, Alloh bandaning tavbasiga shunchalik bisman. Demak, bu yerda Alloh subhanahu va taolo oldi bilan tavba, yani tövbe badi degan bir pilni akeldi, yani Alloh tövbe badi, ular tövbe qilish uchun. Endi bu yerda qo'llangan fiil tövbe babida, tövbe degan so'zdan arabsi ko'kiga qaytsak, asli lug'at ma'nosi qaytish degan ma'noda. Ya'ni banda tövbe qildi deganlik, banda Robbi tarafga o'zi burun qilgan xatolik jinoyatlardan kechirim so'rab qaytdi degan gap. Allah tövbe badi degan gap ham demadi. Ikkili pilga tövbe badi bilan tövbe qildiga o'xshash pil ishlatiladi. Faqat qo'shimcha orqali qilam ifodalanadi. Tövbe badi, tövbe qildi degan ma'no. Ikkilisi tavba. Buning ma'nosi ikkilisi qaytdi degan ma'no bo'ladi. Qanday ma'no chiqarsa bayatni degandek, bandaning qaytqini jinoyat o'tkazib bo'lgandan keyin kechirim so'rab Alloh tarafiga qaytdi degan bo'ladi. Endi tövbe badi degani, amaliyotda Alloh tövbe berishdan ilgari olsun, tövbe bergandan keyin olsun bandini jazolay oladi. Normal jazolash qudratiga ega. Lekin Alloh subhanahu va taolo uni jazolashdan qaytib uni azoblamaydi. Yani demek tövbe degani qaytish ma'nosi o'ziga olgan narsa. Mayli Alloh bizga tövbe bersin, Alloh bizni jazolashdan qaytadi. Bizning Allohga tövbe qilganimiz biz gunoh, ma'siyatni Alloh tarafiga qanday qilamiz? Qaytamiz. Ya'ni hammasi Alloh tarafiga qaytish demaklik bo'ladi. Shunga oyatda taba alayhim liyatubu degani shu. Bu yerdagi taba alayhim liyatubuning ma'nosi Alloh subhanahu va taolo avval tövbeni yo'l qo'yib, tövbeni echib berdi, tövbe qana qilsin uchun, kasin uchun. Alloh bizga echib berdi, banda barimiz u yo'ldan. Mush tövbeningki umumiy necha bosqichi bor? 3 bosqichi bor. Birinchisida Alloh tövbeni bizga yo'l qo'yib berdi. Ya'ni tövbe qilsang bo'ladi dedi. Ikkinchisida banda tövbe qildi, masalan, tövbe qilishi. Üçüncüsü Allah'ın tövbeni qabul qilishi. Mush ahvolning hammasi qana vaqtda shakllanadi desa, banda gunoh ma'siyatdan qaytgan vaqtda yuqorqi bosqichlar to'liqlanadi. Bo'lmas bitmaydi u bosqich. Demak,
qanda bir odam bir gunohni qilib tövbe qilmoqchi bo'lsa, gunohni qilib tövbe qilmoqchi bo'lsa, cho'qim o'zi qilgan mushu gunohning o'zini o'ngish kerak. Masalan, bir yushurin gunohdan birini qildi, yushurin tövbe qilsa bo'ladi. Allohning cheklimisidan birini oshkora buzdi, biz uningga deymizki, buning tövbesi oshkora. Kishilarning oldida oshkora gunoh qilib, kishilarning gunohi jur'at qilishiga sabab bo'lib, haqni gunohga ko'ndirsa, undan keyin shippada kirib yushurin tövbe qilmasa, tövbe qilsa, unda ish yo'q. Cho'qim oshkora qilgan jinoyatning tövbesi oshkora bo'lishi kerak. Chunki jinoyat o'tkazgan vaqtingda oshkora kishilarga sen ulgu bo'lganding jinoyatga. Endi tövbe qildigan vaqtim oshkor tövbe qilib kishilarga ulgu bo'lishing kerak. Bir maqol tamsil va meni urganda ko'chida ursa, endi menga ko'ngil qo'ygan vaqtda qaznaqda ko'ngil qo'yamiz deydigan. Cho'qim haqning oldida o'tkazgan ishning jinoyatninki tövbesi haqning oldida. Ammo yushurin jinoyat o'tkazgan hech kim uqmadi, Alloh ularning o'tirganda sir qoldi, buning tövbesini sir qilsa, her ish o'z jinsidan bo'ladi. Şuңашqa biz İslam had hudud jinoyat jazo babida shubhilik ishlar bilan jazo berilmaydi hech kimga. İdra'ul hudud bi shubhat qoidasiga asosan bir odamning jinoyat oshkor bo'lmasa, aniq bo'lmasa, u odamga jazo berilmaydi. Ammo oshkor bo'lib qolgan taqdirda, tabiiyki uning oxirgi to'liqlamasi badali oshkor bo'lishi kerak. U haqning oldida oshkora ayiqmasdan jinoyat qilgan odamni, masalan, to'rt guvochi guvohidek darajada zina qilsa bir odam, to'rt guvochi guvohidek darajada zina qilgan odam degan qanday shaklda qiladi tasavvur qilsak bo'ladi endi u. Ya'ni ayiqmasdan, uyalmasdan oshkora ko'chada haqning oldida bu nashayan ishni qilgan vaqtida to'rt guvochi guvochilaydi uningga. Mushu darajada ishni oshkora qilgan odamga kelib yushurin tövbe qilsang bo'ladi deyish faqat aqlga sig'maydi. U oshkora had hududni buzgan ekan, Allohning cheklagan cheklimalarini oshkora buzgan ekan, cho'qim uning berilgan jazomi haq yong'udek shu ishdan. Ikkinchi qadam uning jur'at qilmoqdek oshkora bo'lish kerakki, u rajm qilinish kerak agar sayib bo'lib qolsa, 100 had urilish kerak agar bekor bo'lib qolsa. Demak, bu yerdagi islomdagi jazomi shu darajada bo'ladi. Yani biz yuqorqi oyatninki oyog'ini davom qilsak, ilgirki oyatda haqiqatni yumshoq Allohninki, malaikalarning, butun kishilarniki la'nat qiladigan, butun la'nat qiluvchilarning la'natiga uchraydiganligini deb bo'lgandan keyin endi tövbe qilib, o'zining burun qilgan jinoyat haqiqatni yumshoqlardan tövbe qilib, o'zi burun o'tkazgan jinoyatlarning o'rnini to'ldirib, kishilarga o'zi yumshoqan haqiqatlarni bayon qilib bergan vaqtida bularning mukofoti Allah bularning tövbesini qabul qiladi. Bu bularning mukofoti, Allohning bularga bergan mukofoti. Allohningki bizga bergan bir marhamati, lutfi shuki, bizga tövbe qilsang qabul qilaman dedi. Bu deganlik gunohingni tunish deganlik bo'ladi. Gunohingni tunish fursatыңа deganlik bo'ladi. Buning hammasini bizga qo'yibdi yana. Biz qilsak bo'ladigan ishlar. Yani mush ishni biz qilsaqlam, yani tövbe qilsaqlam, Alloh subhanahu va taolo tövbeni qabul qildi. Shunga bayatdagi oyatda taba, atubu degan shaklda ifodaldi. Alloh tövbe etdi, men tövbe qabul qilaman degan shaklda ifodaldi. Bu nima uchun bularning hammasi bu darajada? Nima uchun Alloh biz islom aqidasida Allohga banda qilgan ishning hech bir foydasi bo'lmaydi. Alloh hech kimga muhtoj emas. Nima uchun bu qadar bizning tövbe qilishimizga Alloh hirsman degan vaqtida inson dunyoda bir gunohni qilib buning zodi ikkinchi qatim yong'ilolmaydigan bir masala. Endi mening ishim tugidi. Men qilsammi ishim tugidi, qilmasam ishim tugidi deb bu jinoyatda texmi cho'nqilib ketmaslik uchun, bu xil tuyg'uga kelib qolmaslik uchun davomli tövbe babini ochadi. Bir odam bir qatim jinoyat o'tkazdi, tövbeni his qilib, tövbe qilsam Alloh kechiradi degan bir tuyg'u bilan ikkinchi qatim o jinoyatga qadam bosmaydi. Allah subhanahu va taolo yana fa ulayka atubu alayhim va ana at-tawwabur rahim qayt ratmayda bizga
ifoda yani atubu alayhi men tavba qilman deb bo'lib oxirida ana tawwabur rahim. Tawwab arab tilida ashur sifatda. Normal sifat emas, ashur sifat. Men degan agar bu ashur sifatni texmi biz Uyg'urchada uchuq bir ma'noga ega qildi desak, zada cho'ng kichik butun gunohlarni, har qanday gunohni, har qanday kishining gunohini, tavbasini qabul qilaman degan ma'noni ifodalaydi desak bo'ladi. Shundan keyin oyatda hamdi 161-oyatda Alloh subhanahu va taolo yana bir tarafni so'zlayapti. Yana bir tarafni. Dedi-ya, haqiqatni yumshoq Allohga hammasi la'nat qildi dedi-ku. Deb bo'lib tavba qilganlarga tavbasini qabul qilaman dedi-ku. Endi aksi yo'lda manganlar. Ya'ni haqiqatni yumshadi, haqiqatga qarshi chiqdi va tavba qilmadi, o'zining yo'lida davom qildi. Bu xil kishilar desa, innallazina kafaru va matu va hum kuffar. Ulaika alayhim la'natulloh val malaikati wan nas ajma'in. Endi kufr yo'lda mangab va matu va hum kuffar degani tavbasiz, haqiqatga qaytmay dunyodan ketib qolganlar. Ya'ni umrining oxirigacha shu yo'lda manganlar ulaika alayhim la'natulloh. Allohning la'nati bularga, malaikalarning la'nati bularga, butun kishilarning la'nati bularga. Bular tavba qilmadi bular. Oxirigacha tavba qilmadi bular. Tabiiyki bularning jazosi Allohning la'nati, malaikalarning la'nati, butun kishilarning la'nati bo'lishi aniq. Oxirgi oyat yana davomi. Xolidina fiha la yukhaffafu anhumul azab va lahum yunzarun. Biz bu oyatni dedik. Azob babida, g'azab babida la'nat kelib qolsa, bu degan do'zaxdagi shu azobda mangu qilish demaklik bo'ladi. Oxirgi oyatda buni ta'kidlab nima deyotdi? Xolidina fiha. Shu azobda bular mangu qoladi. La yukhaffafu anhumul azab. Bularning azob yengillitilmaydi. Va lahum yunzarun. Ular azab shafaqatni qilinmaydi. Ular hech bir ko'ngil bilishga mo'qana qilmaydi, erishamaydi ular. Endi Alloh subhanahu va taolo davomli kofirning azobi haqida gap qilgan vaqtida, kofirning azobi haqida gap qilgan vaqtida, do'zax haqida gap qilgan vaqtida Qur'onda azob so'zini ishlatadi. Vaqt masalasini xulud, ya'ni mangulik degan iboralar bilan ta'kidlaydi. Undan texmo buni chingitib abada, ya'ni mangu abadiy, abad degan ma'noda uni ta'kidlaydi. Bu xil shaklda tasvirlaydi azobni. Buning qarag'an vaqtda biz bu yerda biladigan, oladigan ma'noyimiz do'zaxda azob bor. Bu azobda, ya'ni bu do'zaxda manguliklik va abadiylik bor. Hamda Alloh subhanahu va taolaning rahmati, g'azabining oldida bu biz aqida babida tushunadigan bir aqida qismi. Shunda o'g'achqimi do'zax iborasida mangulik degan so'zni azobda so'zlaylik, ammo do'zax kelgan vaqtida faqat bir yetlar. Surjinninki 223-oyatida va men ya'silloha va rasulahu. Allohning rasuliga asi bo'lganlar fa innallahu nar jahannam xolidin fiha abada. U do'zaxda mangu qoladi, abad. Xolidin abad degani mush bir o'rinda so'zladi. Ya'ni qaytliq shaklda keldi. Yani abada degan so'zni azobni tilga olgan vaqtda Qur'onda ekamesliki, hozirgi oyatda abada yo'q. Xolidina va lekin abada yo'q. Buni ekamesliki nima desa, Allohning rahmatining, g'azabining oldi turadiganligining ifodasi. Endi ba'zi tushunchisi oddiy kishilar surhutdiki 1 2 3 4 oyatning mazmuni va mushada bir to'qinish paydo qiladi. Ya'ni tushuncha jihatda. Avval sizlarga men oyatni o'qib bir kichik tarjima qilib qo'ygandan keyin anmangayli. Qur'onda sura Hudning 105-oyatdan 108-oyatgacha bunda bir iboratlar bor. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni. Shu qiyomatda Allohning iznisiz hech kim gap qilolmaydi. Kishilar shaqiy, dunyoda osi bo'lgan kishilar bor. Va sa'id, dunyoda haqiqat yo'lda mangan kishilar bor. Ammo osi bo'lgan, shaqiy bo'lgan kishilar, ashqiyo bo'lgan kishilar do'zaxda qolib qoladi. Osmon, zamin
tuğan muddetçilik mengu qap qalıdı. Dep bulup ahırısda illa ma sha Allah. Yani illa ma sha Rabbuk. Rabbun xalqan muddeti çıkıdı degan bir ibara olmayadi-chu. Davamını o'qaylik oyatning oxirisini. Ammo dunyoda bu haqiqat yo'lda mangan, Allohning buyrug'ini ijro qilgan kishilar bo'la jannatda mangu qoladi, osmon zamin tug'an muddatcha illa ma sha Allah. Allah, Rabbun illa ma sha Rabbuk. Rabbun xoligan muddatda deb ayirib oladi. Ikkili mazmunda. Mayli dozaqning gibi tilg'alingan, dozaqda mangu qoladi degan. Jannatning gibi tilg'alingan, jannat mangu qoladi degan yerda Alloh ayirib olgan bir vaqt bor. Ular dozaqda mangu qoladi. Alloh xolgan muddatdan boshqa vaqtda, ya'ni ayirib oladi. Ular jannatda mangu qoladi, illaki Alloh xolisa chiqib ketadi degandek bir uqum bor, ya'ni mangu tumaydi, jannat tumaydi degandek bir uqum bor. Dozaqdimi illaki Robbing xolisa dozaqdan chiqadi degandek bir ma'no bor. Endi ba'zi yuzaki tushunchali kishilar mishada bizni shu savolni so'raydi. Bu yerda asiylarning ismi tilg'alindi gibi va dozaq kiradiganligi tilg'alindi. İtaatmen bendilerinin ahvali tilg'alinib, dozaq kiradiganligi tilg'alindi. İkkilisinin dozaq jannatda turish muddatini osmon, zamin tug'an muddatchilik deb bu vaqtga belgiladi. Ve ahirisida ikkilisida illa ma sha Rabbuk. Rabbing xoligan muddatchi qap qoladi deb bir azroq bir qeydlab qo'ydi. Mutlaq qap qoladi demidi. Bu qanday tushuncha? Bu qanday tushuncha desa, biz bularga javoban deymizki, osmon, zamin tug'an muddatchi qap qoladi. Hamma bilamiz, dunyodagi osmon, zamin qiyomat bo'lsa yo'q bo'ladi. Demek dozaqdimi, jannatdimi hech kim menga qolmaydigan o'xshamaydi degan savol. Ma savolning tagida chiqilgan gap hamdi. Biz deymizki, siz unda o'ylamang, chunki qiyomat kunisidagi osmon zamin dunyodagi tugaydigan, qiyomat bilan tugaydigan osmon zamin emas. Sura İbrahim'ning 48-oyatini o'qisangiz bu masala oydinlashadi. Yawma tubaddalul ardu ghayra as-ardi was-samawat. O kunisi asman zemin, mazimindeki asman zeminden almıştırıldı kıyamet günüsü. O mengülük ifadesi o. Dünyadaki asman zemin kıyamet kelse tükeydi. Bu vakitlik demek, çeklik demekçi. Siz bunu eklivelip ayetke, dozaq kirgenlermi vakitlik, çeklik dozaq dururken, cennet kirgenlermi vakitlik, çeklik dururken deb oylap kalmak. Çünkü kıyamet günüsüdeki asman zemin, dünyadaki asman zemin emas. Sura İbrahim'nin 48-oyatini bayatını okugan ayatını okusunuz buludu. Tabii okşumaydı demekçi. İkinci mulahize, meyli cennet temengu qilish, dozaq temengu qilish ibarasidan keyin Rabbing xoligan muddatcha deb bir iborat bor. Illa mashar o'xshash. Ya'ni xuddi tabii bir nuqtani tushunamiz endi. Bu oyat asiylar haqida gap qotdi, kofirlar haqida emas. Asiylar degan kim desa, o'zi musulmon, mu'min ama cinayet ötkazganlar. Bularga tushunishi mumkin bu yerdagi mazmun. Ya'ni bular dozaqqa kiradi. O'zining jinoyat miqdorida o'tkazgan gunoh ma'siyat miqdorida dozaqda kuyib, jazolanib, jinoyat tugagandan keyin illa ma sha Rabbuk, Robbing xoligan muddatchilik dozaqda qolgandan keyin chiqdi. Tamam? Buning udul keldi. Ammo jannat babida-chu. Jannatdimi shu bor? İlla ma sha'a Rabbuk degan iboratni o'zi jannatdan bor. Jannatdimi ma'lum muddat yashab bo'lguncha, yashab bo'lgandan keyin chiqib ketamdu dozaq o'xshatsa, biz deymizki, dozaqda mu'min avval jinoyatini o'tab, ondan keyin jannatga chiqadigan bir ish bor. Unda bo'lgandan keyin bu yerdagi Robbing xoligan muddatchilik muddat oxirgi vaqtga to'g'ri dozaq bobiga kelgan vaqtda. Ya'ni u dozaqda qilib, o'zining jinoyatlarini o'tab, jinoyat tugagan vaqtda Robbi xoligan vaqtda dozaqdan chiqib ketadi. Endi shu jinoyatchi, shu bir mu'minning gibini qilyapmiz yana. Ya'ni shu mu'min jannatga kirish bobiga kelgan vaqtda mu'minning o'tkazadigan bir mezgil bo'ldi. Bayatda shu ayni shu yana. Men bir mu'min musulmon, dunyoda nurg'un jinoyatlarni o'tkazdim, endi jannatga kirmayman. Amma jannatga kirishdan avval, mening dunyoda o'tkazgan jinoyatlarimning hisobini beradigan bir mezgil bo'ldi. U bo'lsa-mu, yana dozaqqa kirib, jinoyatni o'tkazib bo'lgandan keyin jannatga kirma.
Del cennetde mengü kalıdı, Rabbin xalıgan muddetkiçilik degen gap cennetke kiriş vaqtının 5'inden elinadi. Yani Rabbin xalıgan muddetkiçilik degeni mu'min özünün ötküzgen cinayetinin cezasını tatıdığan bir muddet oludu. Allah xalısa, aşı Allah xalıgan muddetini cennetinin sırtında ötküzdü. Ondan keyin cennetke kirip mengü kalıdı dep ma şekilde düşünümüz. Yani hiç qandaq bir yerде tokunuş yok. Rabbin xalıgan muddetçilik degan sözünü dozaqning oxirgi vaqtidan olamiz, jannatning bosh vaqtidan, boshlanish vaqtidan olamiz, hech qanday masala chiqmaydi. Mencha tushundinglar deb o'ylayman. Lekin oyatning oxiriga davom qilaylik. Oyatning oxirida la yukhaffafu anhumul azab. Ulardan azab yengilletilmaydi degan bir iborat va bu deganlik nima desa, bizning dunyodagi tushunchimiz bo'yicha har qanday ish bir mezgil davom qilsa, yani odam kunab qoladi. Har qancha bir ig'ir jazomi masalan, turmaga kelib ig'ir jazo bilan jinoyatni ig'ir jinoyat o'tkazib, ig'ir emgak bilan o'zgartirishga turmaga kirgan odammi dastlabda ig'ir kelishi mumkin, 5-6 oy bir ayoldan kunab qilib turmaning hayoti uning normal hayot tuyulib qoladigan bir ahvol bor. Yani insanın kalısı kemedi olmaydı. Kıyamet günüsü da zahı kirsek başkalar çıdığanlıkın çıdap gitmemiz, günap kalamız, destek tazrak köygen bilen kim pişip kalamız. Ya onda olmaydı, onda iş yok. Allah ile eskerti vatıdı. La yukhaffafu anhumul azab. Birinci şu dövzakı kirgen lehside sana azap qandaq tuyulgan bolsa, sen dövzaktan çıkkan kadar azapның təmi şu şekilde devam kılıdı. Günap kaladığa iş yok yerde. Azap yengilindiği iş yok yerde. Tamam, bu ahval şu. Ondan keyin oyatin oxiridagi wala hum yunzarun degani arabcha nuqtasidan aytsak, anzara pilisi boshqalarga qarash, bunda kuyinish onunga, mehribonlik yetkazish degan uqumini ifodalaydi. Wala hum yunzarun degani hech kim ularga qarab qo'ymaydi. Ya'ni mehr shafqatga erishmaydi. Bu xil iboralar intayin ko'p. Sura Al-Imronning 77-oyatida Allah subhanahu va taolo dozaq ahliga üç xil cezanı eskertidu. Ve la yukallimuhumullah. Allah ularga paran qilmay, söz qilmay. Ve la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah. Qiyomatda ularga hech qaramaydi. Ve la yuzakkim. Ularni hech poklaymaydi degani ashadagi qarash nima ma'nosida desa, ular shafqat, mehr shafqat qilish ma'nosida. Chunki bizning normal turmushimizdagi shu qarash bilisqima, ma falan nasamga qarab qo'ying degan gap, bir ko'ngil bo'lib bir qo'ying degan gap yani. Palani bana 10 gözde qaravatıdı, köngül bulvadı degan gap yana. Ana ondan keyin bizga nisbatan munda yaqin, bizga yaqin. Biz köngül bulgan narsalarga qaraymiz endi. Biz köngül bilmaydigan, hech biz bilan aloqasi yo'q narsalarga asla qaramaymiz masalan. Nima qilamiz deydigan bir shuvaqo. Dal qiyomat kunisi bo'lani Allah nima deydi? Nima qilamiz sizlar bilan devatıdı. Va la yanzuru ilayhim degani nima qilamiz sizlar bilan? Mayli, va la yanzuru ilayhim degani hech kimdan qarshi olmaydi ular bilan. Yani bular hech qanday bir mehr shafqatga, kuyinishga erishmaydi. To'liq tashlanib qo'yildi ular demakchi. 163-oyatda mazmun bir xil bug'ilib oyatning oxirgi mazmuni va ilahukum ilahu vahid la ilaha illa huvar rahmanur rahim. O'xshash mazmunda ikki mazmun yani bir oyatning ichida. Birisi va ilahukum ilahu vahid. İlahinglar bir ilah deydi. Meqran. La ilaha illa huvar rahmanur rahim. U Allah'tan Rahman Rahim bo'lgan Allah'tan boshqa ilah yo'q deyotdi. Aynı bir ma'no, lekin ikki xil qurun bilan keldi. Bizda ilahinglar bir ilah dedi. İkincisida u Allah'tan boshqa ilah yo'q dedi. Men aynı tarjima qilyapman sizlarga. Nima uchun oyat o'xshash mazmun ikki xil shaklda keldi desa, birisi imanның asosiy tarafi. Qanday asosiy tarafi? İnsan yaratılgan vaqtdagi fitrati buzilmagan vaqtida. Yani insan ikkinchi bir ilah degan uqumuning kallasiga kelmagan vaqtda ilahukum ilahu vahid. İlahinglar bir ilah. Bu yeterli. Endi qanday vaqtda la ilaha illa huwa, yani la ilaha illallah deymiz desa, kishilar g'ofillashib, kishilarning idisi, qalbi u yoki bu batıl ilahlarga qana quvvatgan vaqtida, kidvagan vaqtida. Kishilarning kallasiga yana bir ilah uqumi yoki ko'p ilah uqumi kirib olgan vaqtida la ilaha illa huwa.
U Allah'tan başka ilah yok. Bu xil şekilde ifade edildi. Yine bu iki mesele yani. Fitrat egleriga yani asli kalbide Allah'ını tunumusun ikinci bir ilah yok. İkinci bir ilah hakkında hiç kandak bir fikir yok insanlara. O xil tevhidga nispeten ilahukum ilahu vahid. Ama kallasida yeni bir ilah hukumi paydo bo'lgan Allohdan boshqa yoki ko'p ilah hukm paydo bo'lganlarga nisbatan la ilaha illa huwa. Yani aynı meselenin ikki xil tarafi. Endi oyatdagi ilahukum ilahu vahid degan yerda vahid deb bir sifat va Allah subhanahu. Allah bir ilah deb. Hamilan o'qiymiz qul huvallohu ahad deb ahad deb bir sifat va Allah subhanahu va taala. Bu yerda vahid ahad. Tercüme Kur'an'a qarasangiz ikkilisi bir degan ma'noda. Ama Arab til nuqtasidan vahid biz tercüme qilgan vaqtda bir deymiz hamda. Ahadnimi bir deymiz. Ammo bu ikkisiningki haqiqiy tushunchisini mishada sizlarga shu bir dars bahanasi bilan so'zlab bersam, vahid degan 1 2 3 4 5 ning birinchisi degan gap, ya'ni birisi. Ya'ni doğanda Allah birdir degani bir, ikkinchisi yo'q, uchinchisi yo'q, to'rtinchisi yo'q, undan boshqasi yo'q degan ma'no ifodalasa, ahad bizning Uyg'ur tilidagi yakka degan ma'noga to'g'ri keldi. Yakka degan nima desa, bu yeni bir narsaning parchasi emas. Buning qo'shida yana bir qism yo'q. Manda bir o'qim bu yana. Masalan deyli bir misol olay buni tushuntirish uchun bu haqda tashbih uchun emas, ammo zehnimizni yaqinlashtirish uchun. Bir o'rindiq desak, o'rindiq bir tal o'rindiq. Ammo bu o'rindiq parcha her türlü narsalardan tarkib topgan, yog'ochdan tarkib topgan, mexdan tarkib topgan, masalan deyli, sirdan tarkib topgan 3 xil moddadan birikkan bir o'rindiq var ya. Demek bunun 3 xil juz'isi var demek. 3 xil parçası var. Ama şunun bir parçası ahad yakka bo'ladi. Ama yeni bir narsalar var. Hiç qanday parçası yok. Bunda ayrılmıyor. Mesela o'rindiqni misol oldik hozir. O'rindiqni ahad degan olmaydi bu yerda. Çünkü 3 xil par. Yani Allah ahad degani Allah'ınki hiç bir juz'isi yok. Allah yakka. Allah bir narsadan chiqmagan. Allah'tan yeni bir narsa qanday qilmaydi, chiqmaydi. Bu xil şekilde. Şu başqa qul huvallohu ahadda qul huvallohu ahad Allohus samad lam yalid. Yani Allah'tan bir juz'i ayrılmayan bir balası yok Allah'ın. Ve lam yulad. Allah yeni bir zansını to'g'ri yakka demekçi. Bir öyle yakının oturda şunçilik zil farq bo'lishi mumkin. Yani Allah subhanahu va taala vahdaniyet anlamının yakkilik, birlik sifati var. Birlik degani 2, 3, 4, 5'incisi yok. Yakka degani onun yeni bir taraf, yeni bir juz'ilari yok. Allah yakka bir degan ma'noda bo'ladi. Mesela odatda normalda insan degan bir so'zga desak, o söz yakka söz emas, yakka hukmni ifodalamaydi. Çünkü insandan tarkibida amat va mamat va samat va. Ama Allah anda emas demekçi, yakka demekçi Allah subhanahu va taala. Shundan keyin oyatning oxirida Allah subhanahu va taala o'zininki Rahman, Rahim sifati bilan oxirlashtirdi. Shuning bilan bugungi darsimiz bu yerda to'xtadi. İnşallah biz kelak soatlik darsni Allah nasib qilsa kelak soatda o'qiymiz oyatning oxirini. Shuning bilan bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.